Salom hammaga. Bugun mana shunday oddiy bir xonani shunday xonaga o'zgartiramiz. Video boshidan like va obuna bosib qo'yinglar. Qiyin bo'lmasa, unda biz videoni boshladik. Ko'rib turganingizdek xona bo'm-bo'sh, devorlari eskirgan, hatto razvedka hamda shift ham juda ham eski. Lekin bugun biz bu xonani o'zgartiramiz. Ishni ertalabdan boshlab oldik. Devorga esa aboy bosdik. Menga akam qarashdi va ishni tezlatib oldi. Ustalar kelgandan keyin ish yanada tezlashdi. Biz razvedkalarni va tomdagi chiroqni o'zgartirdik. Xona deyarli bitgandi, ammo men kursga borishimga to'g'ri kelib, qaytib kelganimda esa ustalar allaqachon tugatishgandi. Faqat qurishini kutish kerak edi xolos. Ertasi kuni devor ozgina qurigandan keyin xonani tozalashni boshlab oldim. Retrox kelgandan keyin pianoni bir tarafga olib, gilam solishni boshladik. Xona 5 burchakligi uchun biroz qiynaldik, lekin epladik. Gilamlar bo'lgandan keyin esa divonni olib kirdik va xonamiz sal xonaga o'xshadi. Ertasi kuni esa xonaga va stream uchun narsalar oldik. Yalla mana fonar oldi. Bu stream mahal yuziga yorug'lik tushirib, yaxshi ko'rsatadi kamerani, shu odamni. Davay, boshqa narsalarni olamiz. Menga xuddi mana shunday bulut uchun narsalar kerak edi, ammo yo'qligi sabab sumkamni tashlab boshqa narsalar olishga ketdim. Meni klaviaturalarim bor, ammo ular juda ham eski. 150 ming so'm. Shunga boshqa narsalar olishga keldik. Bilyapti mana. Hozir kompyuterga narsalar olishimiz kerak. Kompyuter xonadagi monster keyslarni ko'rib, yig'lab o'rgim keldi va o'zimizga yoqqan eng qimmat narsalarni olib ketdik. O'lchi bolalar klaviatura, mishka, keyin monitor oldik. Uyga borib hozir chiroyli qilib obzor qilamiz. Narsalar olaylik yana. Harom. Va meni xonamga biroz gullar kerak edi. Retrox bilan gul olgani bordik, lekin Retrox Ola qarchi, shunaqa sun'iy o't oldim hozir. Endi akam kelishini kutyapmiz, kelsa qolgan narsalarni olishga boramiz. Zo'r. Akam kelgandan keyin esa narsalarni joylab, sintofon olishga ketdik. Mana bulutlarimiz yetib kelibdi, olamdi. Ola qarchi, bulutni oldik, sumkalarimni ham oldim. Endi led olamiz. Bu odamni jonidan boshqa hamma narsa bor joyga kelib led olib ketdik. Gala led oldik, kech tushdi, uyga harakat. Xullas, olib kelgan narsalarimiz menimcha keraklilarni oldik deb o'ylayman. Zakaz qilgan narsalarim ham bor. Ular erta yetib keladi. Shunda hammasini bitta qilib dekoratsiyani boshlaymiz. Ertasi kuni esa bir chet tarafdan led yopishtirishga oldim. va yana kecha borgan joyimizga borib, kompyuterimni kuchaytirdim. O'zimga yoqib qolgani uchun naushnik ham oldim va boshqa zakazlarim olgani ketdim. Qarchi bolalar, zakazlarim keldi. Endi uyga sekin akam bilan ketyapmiz. Qolgan zakazlarni ham olib uyga ketdik. Uyda esa xonamni qorong'ulashtirish uchun parda ildim. Menimcha ancha qorong'ulashdi. Valla qarchi Retrox keldi. Biz tomni to'g'irlaymiz endi. Lekin afsuski, ertalab olib kelgan narsam umuman ishlamadi. Hattoki mixlab ham ko'rdik, lekin befoyda bo'ldi. Hattoki yelim-kilay ham ishlamadi. Va bozorga borib klips olib keldim. Salom. Qarchi Retrox keldi. Oxir meni ushladi. Uni o'rnatdik. Nihoyat o'xshayapti. Endi sekin davom ettiramiz. Ledni yopishtirishni boshladik. Naqd 2 soat vaqtimizni oldi.
Xullas soat 11:13 bo'ldi. Buni qotirmadiku hali, yo mana uni zaryad bo'lguncha bulutni boshlavordik. Menimcha yaxshi chiqyapti deb o'ylayman. Va birdaniga bulutni boshlab yubordik. Issiqlikni erishish juda ham qiyin bo'ldi, shuning uchun bir qancha vaqtimizni oldi. Korоче, soat 12:30 bo'ldi. Endi shunchasini qilib oldik. Play chiqish qiyin ekan. Endi ertaga sheriklar topib, keyin qilamiz. Yo'qmi? Korоче, ertalabki 11 bo'ldi. Yana pistoletga oldim-da. Ikkinchisi yetmaganiga yana bitta oldim. Metrox kelguncha bulutlarni o'zim yopishtirib turdim. Kelgandan keyin esa ish juda ham tezlashdi. Va ertalab olib kelgan narsamni ishlatib ko'rdim. Ish juda ham tezlashdi. Xullas 2,5 kilo paxta tugadi, endi qolani. Anchasi bitib qoldi-yu, yetmay qoldi. Ozgina olib kelamiz. Короче, mujiki paxta oldik, 4 kilo yana. Xullas bolalar, tintafonlarni olib keldik. Endi tomga yana o'tamiz, xudo xolasa. Shunchasiga kley ham oldik. Va ishni yana davom ettirdik. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xullas bolalar, bir tarafini qilib oldim. Salafonam tugadi, yana bitta qoldi. Mana shu joyini qilib qo'ysam bo'ldi. Bolalar, xullas tom bitdi. Men tarafini ko'rsataman. Qolganini oxirida ko'ramiz. Endi bolalar xonani tozalab olish kerak bitta. Xonani tozalab bo'lgandan keyin esa olib kelgan kursimni yig'ishni boshladim. Ertasi kuni esa xullas ertalab Redrox keldi. Endi setupni boshlaymiz. xonani chiroyli ko'rsatish uchun yerga gazon qo'ydik va setupni boshlayverdik. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't done. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin. Streamxonamizni setupi bitdi va boshqa narsalarga o'tishni boshlab, endi video olmoqchi edim. Xona deyarli bitib qolgandi, faqatgina orqa fon qolgandi va ertasidan biz ishni boshlab yubordik.
Xullas, polkalarni qo'yib ketdilar. Endi bunga narsalarni to'ldiramiz. My flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin glocks. Va yana biroz led borda, uni ham yopishtirib qo'ydim. Xullas, oxirini ham yopishtirdim. Endi ko'ramiz rezultatni. Ovoz chiqarsa yonadigan bo'ldi xullas. Endi bu yoqni ko'ramiz. Xullas bolalar, xudo xolasa xona bitdi. Endi rezultatini bitta ko'ramiz. Ketdik. Xullas, mana shu bizning endi stream xonamiz. Hammaga nasib qilsin. Hali bundan zo'rlarga erishamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'r videolarni o'tkazib yuboringlar. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun katta rahmat va Retroxga ham katta tashakkur.